O'zbekiston terma jamoasi uchun mundial o'z nihoyasiga yetdi. Biz xalq sifatida biroz muddat qalbimizda sezgan faxr va iftixor ham alamli mag'lubiyatlar ortidan o'z nihoyasiga yetishga ulgurdi. Agarda biz xalq sifatida ayni shu iftixorni uzoqroq muddatga cho'zishni, rostdan mundialga chiqqan holatda balki biror kun chempion bo'lishni xohlasak, unda muammolarga to'g'ridan to'g'ri tik qaray olishimiz kerak. Avvalambor mundialga chiqishimizning eng asosiy sababi bu FIFAning o'zi ekanini tan olishimiz kerak. Chunki FIFA aynan mundialda qatnashuvchi davlatlar sonini oshirgani bizning mundialda qatnashish imkoniyatimizni juda yuqori darajaga ko'tara oldi. Ikkinchidan, biz rivojlanayotgan davlat sifatida va rivojlangan va futbolni yaxshi o'ynaydigan potensial g'oliblarga qaraganda noproporsional tarzda ko'p pulni aynan futbolga tikamiz. Davlat tomonidan tikiladigan pullar haqida gap ketmoqda. Va agar biz rostdan futbol biznes sifatida rivojlanishini va aynan shu biznes, ya'ni iqtisodiy erkin bozorda rivojlana olib, raqobatdosh bo'lgan holatda, talantlarni topgan holatda va o'sha biznes egalariga foyda keltirgan holatda rivojlanishini yo'l qo'yib bera olsak, avvalambor davlat mablag'lari, xalq pullari futbolga yo'naltirilmaydi va undanda muhimroq bo'lgan bizdek katta, lekin haligacha rivojlanayotgan davlat uchun yanada ko'proq va foydaliroq loyihalarga tikilishi mumkin va ikkinchi tomondan futbol bozorini o'z-o'zidan tabiiy ravishda rivojlanishiga ham yordam bera oladi. Bu boshqacha aytganda xuddi avtosanoat O'zbekistonda monopoliya bo'lgani kabi futbolga ham doimiy davlatning e'tibor talab qilinishi juda katta xato ekanini ko'rsatadi. Chunki qanchalik e'tibor qilishingizdan qat'iy nazar, hattoki Cannavaro'ni 4 million yevrodan ko'proq mablag'iga olib kelmang, u ham hech narsa qila olmasligini isbotlab bo'ldik. Endi aslida davlat uchun ijtimoiy va siyosiy mavzularga aralashmaydigan xalqning asosiy qismini bu kabi nafaqat O'zbekiston va boshqa davlatlar uchun ham nafaqat futbol va boshqa sport turlari bilan chalg'itishga urinish juda qulay yo'l hisoblanadi. Bu azaldan asrlar davomida, xususan Rim imperiyasida o'tkazilgan gladiatorlar jangidan beri balki shu tarzda olib boriladi. Ya'ni sizning ijtimoiy va siyosiy mavzulardan uzoqlashgan holatda futbolga fanatlik qilishingiz va qisman faxrni, iftixorni tuyishingiz, aslida esa mahallangizdagi, demak, ta'mirlanmagan maktab haqida yoki yetmaydigan bog'chalar haqida unutishingizga olib kelishi va biroz sizni ovutishga yordam berishi mumkin. Xususan, biz hammamiz futbolni rivojlanishini istaymiz, lekin u tabiiy yo'l bilan va erkin bozor iqtisodiyoti, qonun-qoidalar asosida amalga oshirilishi kerak. Davlat va xalq pullari evaziga emas. Va buni biz allaqachon isbotlab bo'ldik.